Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zumrat Erkin Janubiy Afrikaning xalqaro radio kanali Salam Medianing ziyoratini qabul qilib, Müslüman devletler Uyghur irqi qirg'inchiligiga nemishqa sukut qiladi degan temada maxsus suhbat elib borgan. Yaqindan buyon Afrika davlatlarining axborotlari va bir qism tashkilotlari Uyghur irqi qirg'inchiligiga diqqat qilib kelayotgan va bu haqda xabarlar e'lon qilinib, Uyghur masalasi Afrika qit'asida kun tartibga kelishga boshlagan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin Janubiy Afrikaning xalqaro radio kanali Salam Medianing ziyoratini qabul qilib, Müslüman devletler Uyghur irqi qirg'inchiligiga nemishqa sukut qiladi degan temada maxsus suhbat elib borgan. Zumrat Erkin Salam Medianing radio suhbatida Xitoyning Uyghur xalqiga qarshi sistemalik elib borgan assimilyatsiya, zulm va qirg'inchilik siyosatlarining tafsilotlarini o'rtoqlashib, Uyghur irqi qirg'inchiligining hilmi ham davom qilayotganligini va buning yangi bir hodisa bo'lmasdan, balki Xitoy Sharq Turkistonga oyoq bosgandan buyon bu qirg'inchilikning hech to'xtab boqmaganligini, yaqinqi yillardan bo'lsa Xi Jinping davridan boshlab texmi dahshatli bir bosqichga yuksalganligini o'ttirib qo'yib, Afrikaning sukutni buzishi insoniyatning izzat hurmatini qo'g'dash uchun intayin muhim deganini ta'kidlagan. Zumrat Erkin xonim bu haqda stansimizga ma'lumot berib, mundaq dedi. Nimishik Müslüman devletler bu Uyghur irqi qirg'inchilikni jim turib oldi degan chaqda men shu dedim. Bu Müslüman devletlerinin hozirgacha bir qatim Uyg'urlar to'g'risida qo'llab xalqaro sakinda bir narsa deb bakını yok. Hatta deyish emas, Xitoy hukumatini texi qo'llab Uyg'urlar qilayotgan, elib berayotgan siyosatlar to'g'ri deb mundaq ta'tir ishligini dedim. Endi ba'zi Müslüman devletleri mesela Türkiye'deyimiz, Bosniya, Somaliyadaymiz, şu BDT'de bu bir qancha qatim hem de Uyghur meselesini qo'llab yoki bir narsa dedi Xitoy qarshi yoki bo'lmasa bir qancha davlatlar bilan birlashib uch xatlarni yozdi yoki BDT'da mush kichik huquq kengashida so'zildi deb mushni dedim, ama umum jihatda şu Müslüman devletleri Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatı tasodifiy yaqin va buning sababi Xitoy bilan iqtisod jihatdan bek yaqin. Xitoy bularga pul berib nim qilib og'zini madaq to'sab nim qo'yadi, og'zini jumg'izib. Anondan bu qarasak bu devletlerin özlerinin nimesidimi? Devletlerin üstüdimi? Muşu devletler insan haklarını qoğdaydigan devletler emas. Şuna BDT'deki xalqaro sakinadimi? Xitoydek bir devletke ehtiyacı barlığını biraz düşündürüp şunun bilan dedim ve çaqırıq etbadim Uyg'urlarni unutib qolmaslik üçün. Afrikada Xitoyning bu qit'adagi iqtisodiy ta'sirining kuchayishi qarmay, Afrika axborotlarının Uyghur meselesini o'ttirib qo'yishi jasoratlik va strategik tashabbus bo'lib, Afrika xalqi mustamlikachilikning dardini yetkichi tortgan va dunyo tarixida millionlagan afrikaliklar dunyoning har qaysi joylariga qul qilib setilgan, Afrika xalqining imperialist kuchlarning qulluq sistemasidan, Afrika qit'asidagi davlatlarning mustamlikachiligidan qutulish jarayonlari adolat va erkinlik uchun kurashning simovollarining biri bo'lib keldi. Shunga Afrikada Uyghur xalqining azob-uqubatlarini, uchrayotgan qirg'inchiliklarni tanitish, tashviq qilish, Uyghur xalqi bilan Afrika xalqi o'rtasidagi faqat bir xil ittifoqlik harakati bo'lib qolmay, balki kishilik huquq to'g'risidagi umumiy ongni uyg'otish, Afrika qit'asini iqtisodiy mustamlika qilayotgan Xitoyning Afrikaga elib keladigan balay ofatlari va xatarni eskartish rolini o'ynab, kishilik huquq, erkinlik uchun kurash qilishning chegarasining yo'qligini, sukut qilmay adolatsizlikka qarshi turish, bu faqat Uyg'urlarning emas, balki butun insoniyatning o'rtaq mas'uliyati ekanligini dunyoga namoyon qiladi. Yaponiyadagi Uyg'ur qizi Arfiya Eli yana bir qatim Yaponiyaning tashqi ishlar ministri yordamchisi bo'lib qayta saylanishi Yaponiya va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni iftixorlantirdi.
Yaponiyadagi Uyg'ur qizi Arfiya eri yana bir qatim Yaponiya yangi hukumatining tashqi ishlar ministri yordamchisi bo'lib qayta saylangan bo'lib, bu xabar Yaponiya va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni xushallantirgan. Arfiya eri 2023-yili 4-oyda Yaponiya parlamenti Avam palata a'zosi bo'lib saylangan va 2024-yili 10-oyning 27-kuni o'tkazilgan parlament saylimida qayta parlament a'zosi bo'lib saylangan edi. U o'zining Yaponiya siyosiy sahnasidagi hayotida xalqaro sahnalarda olib borgan siyosiy faoliyatlari, Yaponiya parlamenti va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarida Uyg'urlarni qo'llash salmoqini oshirishga ko'rsatgan tuhfalari va ta'siri bilan tanilgan bir yosh siyosatchi bo'lib qolgan. U yana 2023-yili 29 oktyabr kuni Yaponiya poytaxti Tokioda Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan o'tkazilgan xalqaro Uyg'ur munbirining muvaffaqiyatli o'tkazilishiga alohida hissa qo'shgan hamda o'zining bu dodilona harakatlari bilan chet eldagi Uyg'urlarga kuchli ilhom bergan edi. Uning bu qatimmo Yaponiya tashqi ishlar ministri yordamchisi bo'lib tayinlanishi faqat Yaponiyada yashaydigan Uyg'ur jamiyatiga emas, balki dunyoning har qaysi joylarida tarqalgan barliq Uyg'urlarga cho'nqur umid va faxrlanish tuyg'usi olib keldi. Arfiya xonimning bundoq yuqori hukumat vazifasiga tayinlanishi Uyg'ur xalqining tirishchanligi, layoqati va qat'iyligi bilan o'zlari yashaydigan davlatlarning siyosiy va ijtimoiy sohasida aktiv rol o'ynay oladiganligining eng kuchli isboti. Bugungi kunda Xitoy hukumati Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqiga qarshi sistemalik zulm va qirg'inchilik siyosatini davomlashtirayotgan bir paytda Arfiya erining muvaffaqiyati dunyo miqyosidagi Uyg'ur muhojiratiga ruhiy kuch va ilhom bag'ishlaydi. Bu xil natijalar ham Uyg'urlarning xalqaro tanilishini oshiradi, ham Uyg'ur davosini qo'g'dash, taraqqiy qildirish, xalqaro sahnalarda kun tartibda tutib turishda muhim rol o'ynaydi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan Arfiyaning yana bir qatim bu hukumatdami Yaponiya tashqi ishlar ministri yordamchisi bo'lib saylanganligini tabriklab, maxsus tabriknoma e'lon qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tabriknomasida mundaq deyilgan: Arfiya Uyg'ur millatidan bo'lgan Yaponiyaning rahbarlik qatlamidagi bir siyosatchi bo'lish sifati bilan adolat, kishilik huquq va Uyg'ur masalasida dunyo miqyosida kuchli bir ovoz bo'lib keldi. Shundaqla Arfiyadek bir Uyg'ur qizining Yaponiyadek bir demokratik davlatda bu yuqori martabaga erishishi dunyodagi Uyg'urlarga ilhom beradi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Arfiya erini bu natijalari va yangidan tashqi ishlar ministri yordamchisi bo'lib tayinlanganlik munosabati bilan chin dilidan tabriklaydi va uning bundan keyingi vazifalarida davomli muvaffaqiyatlarni tilaydiganligini bildirdi. Uning muvaffaqiyati erkinlik, adolat va kishilik huquq uchun kurash qilayotgan barliq Uyg'urlarga ilhom va madad bo'ladi. Qirg'izistonlik Uyg'ur chelishchi Anvar G'ulom o'g'li Qosimov Vengriyaning Tatabaniya shahrida o'tkazilgan xalqaro Gretsiya rim chelish turida raqibi Moldovaning 5 qatimliq dunyo chempioni Aleksandr Dmitrievni yengib oltin medalga erishgan. Anvar G'ulom o'g'li Qosimov 1983-yili Qirg'izistonning Bishkek shahrida tug'ilgan bo'lib, Bishkekning shahar atrofidagi Lebedenovka yezisida cho'ng bo'lgan. U Lebedenovka o'rta maktabini bitirgan bo'lib, u kichigidan boshlab grek rim chelishiga qiziqib mashq qilishni davomlashtirgan. U Qirg'izistonda hurmatga sazovor olimpik musobaqasida kumush medal olgan mashqovul Valeriy Aleksandrovich va Qanotbek Aliyevning yetakchiligida grek rim chelish turi bo'yicha mashq qilgan bo'lib, 2025-yili 10-oyning 7-kunidan 12-kunigacha Vengriyaning Tatabaniya shahrida o'tkazilgan xalqaro grek rim chelish turida raqibi Moldovaning 5 qatimliq dunyo chempioni Aleksandr Dmitrievni yengib oltin medalga erishgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.